Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugun juda muhim mavzuni ko'rib chiqamiz. Hamma shokda pensiya bo'lmaydimi? Pensiya jamg'armasi izohi nima degani? Bu mavzu faqat pensionerlarga emas, hozir ishlayotgan har bir odamga. Rasmiy ishda yuradiganlarga ham, norasmiy ishlayotganlarga ham, chet elda mehnat qilayotganlarga ham, uy bekalariga ham, yakka tartibdagi tadbirkorlarga ham tegishli. Chunki pensiya masalasi odam qariganda esga tushadigan narsa emas. Pensiya bugundan shaxlanadi. Men bugun sizga oddiy tilda tushuntirib beraman. Kim pensiya oladi, kim olmasligi mumkin, nima o'zgardi? Qaysi holatlarda odam men ishlaganman-ku deb o'ylaydi, lekin hujjatda ish staji ko'rinmaydi. Va eng asosiysi, hozirdan nima qilish kerak? Bu ma'lumot sizning oilangizga ham kerak bo'lishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday mavzularda vaqtida xabardor bo'lish pulingizni, huquqingizni va kelajakdagi ta'minotingizni saqlab qoladi. Avvalo, eng katta noto'g'ri tushunchani tuzatib olaylik. Hamma pensiya olmaydi degan gapni odamlar ko'pincha shunday tushunadi. Go'yoki davlat endi umuman pensiya bermaydi. Yo'q, masala bunday emas. Pensiya tizimi bor, pensiya tayinlash tartibi bor, pensiya jamg'armasi ishlayapti. Lekin pensiya olish uchun qonunda belgilangan shartlar bor. Ana shu shartlar bajarilmasa, odam yoshga yetgan bo'lsa ham avtomatik tarzda to'liq pensiya olmaydi. Mana shu joy ko'pchilik uchun og'riqli. Oldin ko'p odamlar ishlagan bo'lsam bo'ldi, pensiya chiqadi deb o'ylardi. Masalan, odam 20 yil bozorda ishlagan, 15 yil ustachilik qilgan, 10 yil qurishda yurgan, lekin bularning ko'pi rasmiy hujjatda yo'q. U o'zini mehnat qilgan odam deb biladi. Bu to'g'ri. Lekin pensiya hisoblashda faqat men ishlaganman degan og'zaki gap emas. Mehnat daftarchasi, elektron mehnat tizimidagi yozuvlar, ish beruvchi tomonidan to'langan ijtimoiy soliq, sug'urta badallari, arxiv ma'lumotlari, shartnomalar, buyruqlar va boshqa rasmiy dalillar asos bo'ladi. Hozirgi o'zgarishlarning eng muhim tomoni shundaki, tizim tobora raqamlashtirilmoqda. Ya'ni pensiya jamg'armasi odamning stajini, maoshini, to'lovlarini kompyuter bazasi orqali tekshiradi. Elektron ma'lumotlar bo'lmasa odamdan tasdiqlovchi hujjat talab qilinadi. Avvallari ayrim joylarda qog'oz hujjatlar asosida. Mehnat daftarchasidagi yozuvga qarab masala yechilardi. Endi esa har bir davr bo'yicha aniq ma'lumot, ayniqsa oxirgi yillardagi rasmiy to'lovlar katta ahamiyatga ega. Shuning uchun vahima qilish kerak emas. Lekin beparvo bo'lish ham mumkin emas. Pensiya yoshiga yaqinlashganda hujjat izlash juda qiyin bo'ladi. Korxona yopilgan bo'lishi mumkin, arxiv topilmasligi mumkin, ish beruvchi umuman hujjat yuritmagan bo'lishi mumkin. Eng achinarlisi, odam 30 yil mehnat qilib, lekin rasmiy staji kam ko'ringani uchun kutgan pensiyasini ololmay qolishi mumkin. Men birinchi navbatda pensiya uchun eng muhim 3 ta narsani aytaman. Yosh, ish staji va daromad yoki to'lovlar tarixi. Yosh degani qonunda belgilangan pensiya yoshiga yetish. Ish staji degani rasmiy ravishda tan olinadigan mehnat davri. Daromad va to'lovlar tarixi esa pensiya miqdoriga ta'sir qiladigan asosiy omillardan biri. Oddiy misol olaylik. 2 kishi bor, Akmal aka va Bahrom aka. Ikkalasi ham oltin yoshga yetdi, ikkalasi ham umr bo'yi ishlaganman deydi. Akmal aka 25 yil rasmiy korxonada ishlagan, ish beruvchi uni buyruq bilan ishga olgan, maoshi rasmiy to'langan. Mehnat daftarchasida yozuv bor, elektron bazada ham ma'lumotlar chiqyapti. Bahrom aka esa 25 yil qurilishda ustachilik qilgan, yaxshi pul topgan, lekin ko'pincha og'zaki kelishuv bilan ishlagan, hech qayerda rasmiy shartnoma yo'q. Soliq yoki ijtimoiy to'lovlar to'lanmagan. Natija nima bo'ladi? Hayotda ikkalasi ham mehnat qilgan, lekin pensiya tayinlashda Akmal akaning staji rasmiy ko'rinadi, Bahrom akaning esa tasdiqlanmasa hisobga olinmaydi. Bu adolatsizlik tuyulishi mumkin, lekin pensiya tizimi hissiy gap bilan emas, hujjat bilan ishlaydi. Shu sababli men doim aytaman, bugun rasmiy ish joyi shartnoma. Oylikdan ushlab qolinadigan va ish beruvchi to'laydigan majburiy to'lovlar ertangi pensiyaning poydevoridir. Kimlar ko'proq xavotir olish kerak? Birinchi guruh, norasmiy ishlayotganlar. Agar siz do'konda sotuvchi bo'lib ishlayotgan bo'lsangiz, lekin rasmiy ishga olinmagan bo'lsangiz, oyligingiz konvertda berilsa, sizga hozir qulay tuyulishi mumkin. Chunki qo'lga ko'proq pul olayotgandek bo'lasiz. Lekin 10 yil o'tgach, bu davr pensiya stajida ko'rinmasligi mumkin. Masalan, oyiga 3 million so'm olgan odam rasmiy ishlamasa, 8 yil davomida yaxshi daromad ko'rgandek bo'ladi. Ammo pensiya hujjati kelganda shu 8 yil bo'sh davrga aylanib qolishi xavfi bor. Ikkinchi guruh chet elda ishlayotganlar.
ko'p yurtdoshlarimiz Rossiya, Qozog'iston, Turkiya, Koreya yoki boshqa davlatlarda ishlaydi. Ular ham men pul topdim, oilamni boqdim deydi. Albatta, bu katta mehnat. Lekin O'zbekistondagi pensiya uchun chet eldagi ish davri qanday tasdiqlanishi? Qaysi davlat bilan kelishuv borligi, u yerda rasmiy ishlaganmi, to'lovlar qilinganmi, hujjatlar tarjima va tasdiqdan o'tganmi? Bularning hammasi muhim. Agar odam chet elda 12 yil norasmiy ishlagan bo'lsa, keyin O'zbekistonga qaytib pensiya so'rasa, bu 12 yilni tasdiqlash oson bo'lmaydi. Uchinchi guruh yakka tartibdagi tadbirkorlar, o'zini o'zi band qilganlar, ustalar, taksi haydovchilari, tikuvchilar, sartaroshlar, kosiblar. Bu toifadagi odamlar juda ko'p. Ularda daromad bor, ish bor, mijoz bor, lekin pensiya uchun zarur bo'lgan tartibda ro'yxatdan o'tish va to'lov qilish masalasi unutiladi. Masalan, bir tikuvchi opa uyida 15 yil kiyim tikdi. Har kuni band bo'ldi. Yaxshi mijozlari bor. Lekin o'zini o'zi band qilgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'tmagan, to'lov qilmagan, faoliyatini hujjatlashtirmagan. Ertaga pensiya masalasida shu yillarni isbotlash muammo bo'ladi. Agar u vaqtida ro'yxatdan o'tib, belgilangan to'lovlarni qilganida bu davr qonuniy faoliyat sifatida ko'rinardi. 4-guruh ayollar, ayniqsa farzand tarbiyasi sabab uzoq yillar ishga chiqmagan ayollar. Bu yerda nozik masala bor. Bolani parvarish qilish, uy ishlarini yuritish, oilani ushlab turish ham ulkan mehnat. Lekin pensiya tizimida ayrim davrlar maxsus tartibda hisobga olinadi. Ayrim davrlar esa to'liq ish staji sifatida kirmasligi mumkin. Shuning uchun ayollar ayniqsa 40 yoshdan keyin o'z stajini tekshirtirib ko'rish kerak. Erim ishlayapti, keyin ko'ramiz deb yurish xavfli. Chunki pensiya shaxsiy huquq, har kimning o'z staji va hujjati bo'lishi kerak. Kimlar ortiqcha xavotir olmasligi mumkin. Rasmiy ishlayotgan mehnat shartnomasi bor. Oyligi bank orqali tushadigan, ish beruvchi soliq va ijtimoiy to'lovlarni vaqtida qilayotgan, elektron mehnat daftarchasida ma'lumotlari ko'rinayotgan odamlar nisbatan xotirjam bo'lishi mumkin. Lekin ular ham butunlay beparvo bo'lmasin. Chunki ba'zan ish beruvchi xodimni yarim stavkada ko'rsatadi. Aslida to'liq ishlatsa ham rasmiy maoshni minimal qilib yozadi. Bu esa kelajakdagi pensiya miqdoriga ta'sir qiladi. Misol uchun, Dilshod ismli yigit 10 yil firmada ishladi. Qo'liga 6 million so'm oladi, lekin rasmiy oyligi 1 million 200 ming so'm qilib ko'rsatilgan. Bugun u farqi yo'q, pulimni olayapman-ku deydi. Ammo pensiya hisobida rasmiy daromad muhim bo'lgani uchun kelajakda past ko'rsatilgan oylik uning pensiya miqdorini kamaytirishi mumkin. Shuning uchun rasmiy maosh qancha ko'rsatilayotganini bilish ham muhim. Yana bir misol. Mohira opa 12 yil maktabda ishlagan, keyin 7 yil xususiy bog'chada tarbiyachi bo'lgan. Maktabdagi staji aniq, hammasi hujjatda bor. Lekin xususiy bog'cha uni rasman ishga olganmi yoki yo'qmi? Oylikdan to'lovlar qilinganmi? Elektron tizimga kiritilganmi? Buni tekshirish kerak. Agar xususiy bog'cha yopilib ketgan bo'lsa va hujjatlar arxiga topshirilmagan bo'lsa, bu 7 yilni tasdiqlashda qiyinchilik tug'ilishi mumkin. Endi eng muhim nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi tuzoq, mehnat daftarchasidagi yozuv borligi har doim yetarli bo'lavermaydi. Agar yozuv noto'g'ri qo'yilgan bo'lsa, muhr aniq bo'lmasa, buyruq raqami yozilmagan bo'lsa, korxona nomi o'zgargan bo'lsa, arxivda tasdiq bo'lmasa, pensiya jamg'armasi qo'shimcha ma'lumot so'rashi mumkin. Ayniqsa eski davrdagi yozuvlarda xatolar ko'p uchraydi. Ism sharif bitta harf bilan boshqacha yozilgan, tug'ilgan sana noto'g'ri, ishga kirgan va chiqqan sanalarda farq bor. Bunday xatolar pensiya tayinlashni cho'zadi. Ikkinchi tuzoq. Men ishlagan korxona davlat korxonasi edi. Demak hammasi joyida degan ishonch. Har doim ham shunday emas. Ba'zi korxonalar qayta tashkil etilgan, nomi o'zgargan, tugatilgan. Arxiv hujjatlari boshqa joyga topshirilgan bo'ladi. Sizning vazifangiz oldindan bilish, mening ishlagan yillarim qaysi arxivda, buyruqlar saqlanganmi, ish haqi ma'lumotlari bormi? Pensiya yoshiga 1 oy qolganda buni qidirish juda qiyin. Uchinchi tuzoq. O'zini o'zi band qilgan shaxs bo'lib ro'yxatdan o'tishning o'zi yetarlimi yoki yo'qmi degan masala. Ro'yxatdan o'tish yaxshi qadam, lekin pensiya staji va to'lovlar masalasida amaldagi tartiblarni aniq bilish kerak. Qaysi to'lovlar stajga ta'sir qiladi? Qancha muddat hisoblanadi? Qaysi faoliyat turi kiritilgan? Bularni davlat xizmatlari markazi, soliq organlari yoki pensiya jamg'armasining rasmiy manbalari orqali aniqlash zarur. Chunki qo'shnim shunday dedi degan gap bilan harakat qilsangiz, keyin xato bo'lishi mumkin. 4-tuzoq. Chet elda ishlagan davrni oddiy tarjima bilan tasdiqlash mumkin deb o'ylash. Ko'pincha chet el hujjatlari legalizatsiya, apostil
notarial tasdiq, rasmiy tarjima kabi jarayonlardan o'tish kerak bo'ladi. Bundan tashqari, qaysi hujjat ish stajini tasdiqlaydi, qaysi hujjat faqat yashaganingizni tasdiqlaydi. Buni ajratish kerak. Masalan, chet elda yashash ruxsatnomasi siz ishlaganingizni avtomatik isbotlamaydi. Ish shartnomasi, ish beruvchining ma'lumotnomasi, sug'urta to'lovlari, soliq to'lovlari kabi hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. 5-nozik jihat. Ishlagan davr bor, lekin ish haqi ma'lumoti yo'q. Pensiya miqdorini hisoblashda ish staji bilan birga daromad ma'lumotlari ham ahamiyatli bo'lishi mumkin. Agar ish haqi haqida ma'lumot topilmasa, hisoblash boshqacha tartibda bo'lishi yoki odam kutgandan pastroq natija chiqishi mumkin. Shu sababli faqat stajim bor demasdan, maoshimni tasdiqlovchi hujjatlar ham bormi deb o'ylash kerak. 6-nozik jihat. Nogironlik, boquvchisini yo'qotganlik, imtiyozli pensiyalar va ijtimoiy nafaqalar alohida tartibda ko'riladi. Yoshga doir pensiya uchun yetarli staj bo'lmasa, odam umuman hech narsa olmaydi degani emas. Ayrim hollarda ijtimoiy nafaqa yoki boshqa yordam turlari bo'lishi mumkin. Lekin ularning miqdori tayinlash sharti muddati pensiyadan farq qiladi. Shuning uchun pensiya chiqmasa, baribir biror narsa berar ekan deb xotirjam bo'lish ham to'g'ri emas. To'liq pensiya bilan ijtimoiy nafaqa o'rtasida katta farq bo'lishi mumkin. 7-nozik jihat. Qarindoshning pensiyasi sizga avtomatik o'tmaydi. Ba'zi odamlar erimning staji katta, men ishlamasam ham bo'ladi deb o'ylaydi. Yo'q. Har bir shaxsning pensiya huquqi alohida shakllanadi. Boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha alohida tartiblar bor. Lekin bu yoshga doir pensiya o'rnini to'liq bosadi deb tushunish xato. 8-nozik jihat. Ish beruvchi xatolar uchun xodim ham zarar ko'rib qolishi mumkin. Ish beruvchi sizni rasmiylashtirmagan bo'lsa, to'lov qilmagan bo'lsa, maoshni past ko'rsatgan bo'lsa, bu ertaga sizning pensiyangizga uradi. Albatta, huquqiy yo'l bilan talab qilish mumkin, lekin yillar o'tib isbotlash qiyinlashadi. Shuning uchun har oylik olganingizda faqat pulni sanamang, hujjatdagi holatingizni ham tekshiring. Endi eng kerakli qism, siz bugundan nima qilasiz? Men buni bosqichma-bosqich tushuntiraman. Birinchi qadam, ish stajingizni tekshiring. Buning uchun pensiya jamg'armasi bo'limiga, davlat xizmatlari markaziga yoki tegishli elektron xizmatlarga murojaat qilib, o'zingiz haqingizdagi ma'lumotlarni ko'rishga harakat qiling. Elektron mehnat daftarchangizda qaysi ish joylari ko'rinadi? Qaysi yillar bor, qaysi yillar yo'q, shuni aniqlang. Agar siz 75 yoshdan oshgan bo'lsangiz, buni bugun qiling. Agar 25 yoshda bo'lsangiz ham baribir qiling. Chunki xatoni erta aniqlash oson. Ikkinchi qadam, mehnat daftarchangizni ko'zdan kechiring. Unda ism sharifingiz, tug'ilgan sanangiz, ishga kirgan va chiqqan sanalar, korxona nomi, buyruq raqamlari, muhrlar to'g'ri yozilganmi tekshiring. Agar xato bo'lsa, hozir tuzatishga kirishing. Korxona faoliyat yuritayotgan bo'lsa, kadrlar bo'limiga murojaat qiling. Korxona yopilgan bo'lsa, arxivga so'rov yuborish kerak bo'ladi. 3-qadam. Har bir ish joyingiz bo'yicha hujjat to'plang. Ishga qabul qilish buyrug'i nusxasi, ishdan bo'shatish buyrug'i, mehnat shartnomasi, ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnoma, arxiv ma'lumotnomasi. Soliq va ijtimoiy to'lovlar bo'yicha ma'lumotlar kerak bo'lishi mumkin. Bu hujjatlarni bitta papkaga yig'ib boring. Telefoningizga suratga olib qo'yish ham foydali, lekin asosiy hujjat yoki rasmiy tasdiqlangan nusxa muhimligini unutmang. 4-qadam, agar norasmiy ishlayotgan bo'lsangiz, ish beruvchingiz bilan ochiq gaplashing. Meni rasmiy ishga oling, mehnat shartnomasi tuzing, oyligimni rasmiy ko'rsating deb talab qiling. Bu sizning huquqingiz. Agar ish beruvchi rasmiy qilsam oyliging kamayadi desa, bugungi bir oz farq bilan kelajakdagi pensiya yo'qotilishini solishtiring. 5 yil, 10 yil norasmiy yurish juda katta xavf. 5-qadam, agar o'zingiz ishlasangiz, faoliyatingizni qonuniylashtiring. O'zini o'zi band qilish, yakka tartibdagi tadbirkorlik yoki boshqa mos shaklni tanlang. Qaysi shakl sizga to'g'ri kelishini soliq organlari yoki davlat xizmatlari markazidan aniqlang. Shunchaki men uyda ishlayman deb yuravermang. Bugun telefon orqali ro'yxatdan o'tish osonlashgan, lekin natijasi kelajakda katta bo'lishi mumkin. 6-qadam, chet elda ishlayotgan bo'lsangiz, hujjatni hozir yig'ing. Ish beruvchi bilan rasmiy shartnoma tuzing. Oylik va to'lovlar bo'yicha ma'lumotnomalarni saqlang. Mehnat faoliyatingizni tasdiqlovchi barcha hujjatlarni yo'qotmang. O'zbekistonga qaytgandan keyin emas. Aynan o'sha davlatda yurganingizda hujjat olish oson bo'ladi. Keyin ish beruvchini topolmasligingiz mumkin. 7-qadam, ayollar o'z stajini alohida tekshirsin.
turmush o'rtog'im ishlayapti deb o'zingizning hujjatlaringizni e'tiborsiz qoldirmang. Agar bolalar parvarishi davri, o'qish davri, ishdagi tanaffuslar bo'lsa, qaysi biri stajga kiradi, qaysi biri kirmaydi, aniq bilib oling. Tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh hujjatlari, ish joyi ma'lumotlari, ta'lim hujjatlari tartib bilan saqlansin. 8-qadam pensiya yoshiga yaqinlashgan ota-onangizning hujjatlarini tekshiring. Ko'pincha keksalar elektron tizimdan foydalanishni bilmaydi. Arxivga borishga qiynaladi. Farzand sifatida siz yordam bering. Otangiz yoki onangiz qayerlarda ishlaganini ro'yxat qilib yozing. Korxona nomi, qaysi yillar lavozimi, tuman yoki shahar. Keyin har biri bo'yicha hujjat izlang. Bu ishni pensiya tayinlash kuni kelganda emas, kamida 1-2 yil oldin boshlash kerak. 9-qadam agar ma'lumotlaringizda xato topsangiz, og'zaki shikoyat bilan cheklanib qolmang. Rasmiy ariza yozing. Arizada ism sharifingiz, pasport yoki ID karta ma'lumotlaringiz, qaysi davr bo'yicha muammo borligi, qaysi ish joyi stajga kiritilmayotgani, qanday hujjatlaringiz borligini aniq ko'rsating. Arizangiz qabul qilingani tasdiqlovchi raqam yoki belgi oling. Chunki rasmiy murojaat bo'lsa, unga javob berilishi kerak. 10-qadam har bir maslahatni rasmiy manbadan tekshiring. Internetda ko'p gap yuradi. Endi hech kimga pensiya berilmaydi. Faqat falonlarga beriladi. Staj kerak emas. Pul to'lasang bo'ldi kabi gaplar odamni chalg'itadi. Men sizga tavsiya qilaman. Pensiya jamg'armasining rasmiy kanallari, hukumat qarorlari, qonunchilik bazasi, davlat xizmatlari markazi va malakali mutaxassislar orqali tekshiring. Yana bir hayotiy holatni aytaman. Bir kishi 58 yoshda kelib 20 yil avval ishlagan korxonasi bo'yicha hujjat izlay boshlaydi. Korxona allaqachon yopilgan, rahbar vafot etgan. Arxivda esa faqat ayrim hujjatlar qolgan. Mehnat daftarchasida muhr xira, sana noto'g'ri. Natijada uning pensiya ishi oylar davomida cho'ziladi. Agar u 10 yil oldin shu hujjatlarni tartibga keltirganda, muammo ancha oson hal bo'lardi. Demak, pensiya masalasida eng katta xato kechikishdir. Yana bir misol, yosh yigit taksida ishlaydi. Kuniga yaxshi daromad qiladi. Men hali yoshman, pensiyaga 30 yil bor deydi. Lekin 30 yil degani har yili yig'iladigan staj va to'lovlar degani. Agar u 15 yil norasmiy yurib, keyin rasmiylashsa, yo'qotilgan yillarni qaytarish juda qiyin bo'ladi. Shuning uchun yoshlar ham bu mavzuni jiddiy qabul qilish kerak. Demak, azizlar, pensiya bo'lmaydi degan gapni vahima sifatida emas, ogohlantirish sifatida tushunish kerak. Pensiya bo'ladi, lekin u hujjat, rasmiy staj, to'lovlar va qonundagi shartlar asosida tayinlanadi. Kim rasmiy ishlasa, hujjatlarni tartibda saqlasa, elektron ma'lumotlarni tekshirsa, u o'z huquqini himoya qila oladi. Kim keyin ko'ramiz deb yuraversa, aynan o'sha odam pensiya yoshiga yetganda eng ko'p qiynalishi mumkin. Men sizdan so'rayman, bugunoq o'zingizning yoki ota-onangizning ish stajini tekshirib ko'ring. Mehnat daftarchangizni oching, hujjatlaringizni tartiblang. Norasmiy ishlayotgan bo'lsangiz, rasmiylash masalasini ko'taring. Bu kelajakdagi oylik daromadingiz, qarilikdagi xotirjamligingiz va oilangizning barqarorligi uchun juda muhim. Agar sizda pensiya, ish staji, chet eldagi mehnat, o'zini o'zi band qilish yoki hujjatlari xato bo'yicha savollar bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiring. Sizning fikringiz boshqalarga ham foyda beradi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bu ma'lumotni bugun eshitgan odam ertaga katta muammodan qutulib qolishi mumkin.